15-asr jahon ma'naviyatining buyuk siymosi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hijriy 844-yil Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni milodiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda tug'ilgan. Mehr ko'p ko'rgazdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am bila jonimga yetdim, g'amg'usori ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ishq aro 100 ming malomat, o'qiga bo'ldim nishon, bir kamon obrog'ida tuzlatg'in, nishoni topmadim. Ko'nglim ichra sarf, o'qidur g'uncha payqol gul nishon, darx bog'i ichra mudo, gulistoni topmadim. Husn mulki ichra sendek shohi zolim ko'rmadim. Ishq kuyida o'zimdek notavoni topmadim. Ko'p o'qidim voqim Farhod Majnun qissasin, o'z ishimdan bo'lak jibroq dostoni topmadim. Ul armon ichinda bo'lsin, ey Navoiy, garchi men bir zamon ishqida mehnatdan amoni topmadim. Tab ganjidan maoni xurdasin 100 qatla hayf, kim nisor ermakka shohi xurdadoni topmadim.